Assalomu alaykum. Rangli qush ishqibozlari, omonmisizlar, tinchmisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Salomatchiliginglar yaxshimi? Xonadoninglarga fayz baraka. Bugun jichcha vaqt bor ekan. Shu vaqtni unumli foydalanaylik deb kech bo'lsa ham bir video qilay dedim. Videolar qo'yilinyapti, qo'ldan kelganicha harakat qilinyapti. Bugun bir yaxshi video paydo bo'lib qoldi. Shu videoni qo'ydim o'zimning kanalimga. Akmal 87 ga. U yerda agat kobalt qushlari. Bir do'stimiz yozdi. Agat kobalt deb yozsam, bular pepil emasmi dedi. Endi yo biz yalqov bo'lib ketyapmiz, yo bo'lmasam tayyoriga ayyorlik qilyapmiz. Endi bunga do'g'ri qo'ldan kelganicha ma'lumotlarda shu qo'limdagi Italiya kitoblari bo'yicha ma'lumotlar qo'yib ketilyapti. Unga hech kim e'tibor qaratmayapti. Har bir ko'zi ko'rgan narsaga interes qilyapti, yashitdan javob beryapti. Istab ko'raylik, shuncha video qo'yilibdi, nima yangiliklar bor bu yerda, bu odam o'zi nima haqida gapirilyapti degan o'y bo'lmayapti. Endi haqiqat hamisha haqiqat, uni har taraflamay buramas ekan. Men qo'limdan kelganicha ma'lumotlar beryapman. Mana qushlar Kanariya ostrovidan paydo bo'lib 16-asrda bu qushlar razvedeniyaga tarqagan. Bu qushlar bizga O'rta Osiyoga kirib kelishining sababi va yo'li через Germaniya kirib kelgan bizga. Germaniyadan Rossiyaga kelgan, Rossiyadan O'rta Osiyo. Biz paytida soyuz bo'lganmiz, polностью 32 davlatmi, 36 davlat hammasi SNG bo'lgan, soyuz bitta bo'lgan. Shu paytda bu qushlar kirib kelgan bizga. Shunda bu odamlar shu paytda bu qushlarni o'zini asli ismi emas, o'zlari tushungan ismlar bilan nomlangan. Krasniy derevo, zеленый, keyin mana shunaqa pepelniy, shiferniy, masalan Namanganda agatni hamma shiferniy deydi ekan. Endi bu qanchalik to'g'ri? Shiferniy degan nom. Endi bu narsani men shunday izohlab ketaman. Masalan, mana Rossiyada yuribmiz. Rossiyada juda ko'p o'zbek millatiga mansub bo'lgan insonlar ko'p. Bular bu yerga kelgandan keyin o'zbek millat insonlar bu narsaga yaxshi e'tibor qaratdilar. Tohir degan ismli bola Tolikka aylanyapti. Tohir Tolikka aylanyapti. Alisher Andrey bo'lyapti. Komiljon Qo'la bo'lyapti. Abdulloh, Allohning ismlaridan Abdulloh degan bola Anton bo'lyapti. Sodiqjon degan bola Sanya bo'lyapti. Tushunyapsizlarmi gapni ma'nosi? Bu yerdagilar o'ziga xos, o'ziga to'g'ri keladigan ismni qo'yib olyapti. Bizgilar shunga ma'qul bo'lyapti. Ikkita o'zbek bir-biriga bir narsani gapirsa, bir-biriga to'g'ri kelmayapti gap. Lekin shu Rossiyada bo'layotgan holatlar, mana hozir aytib o'tganimdek, o'ris millatiga mansub bo'lgan insonlar o'zini og'ziga to'g'ri kelgan ismlar bilan nomlayapti. Bizgilar qabul qilyapti uni. Meni ismim Abdulloh, bu Allohning ismi demayapti. Antonga aylanyapti sirazi. Sodiqjonlar Sanyaga aylanyapti. Tohirjonlar To'li bo'lyapti. Komiljonlar Qo'la bo'lyapti. Ashana singari qushlar ham shiferniy, zеленый, krasniy derevo bo'lib nomlanib ketavergan. Nimagaki soyuz paytida
Rossiyani o'zidan hamma yoq tarqash kerak bo'lganda eng kuchli qo'lga ushlab turgan holat kim? Rossiya. Buni o'zini ismi bilan emas, Rossiyadagi ism bilan har bir narsa tarqalgan. Endi bu narsa mana Italiya, Germaniya, Ispaniya hamma yerda mana Lexaprom deyilyapti. Lexapromga uzr, Lexaprom deyapman, melanin. Mana bu yerda melanin deyilyapti. Melaninga polniy mana shu qushlar kiradi. Bularning ichida mana tarkiblari. Qushlar ichida mana feyolar bor, mana bunalar Izabella bo'lyapti mana. Izabella. Ko'rinyapti Izabella. Mana Izabella Belli deyilyapti. Mana Izabella. Mo'xsham Izabella mana. Mo'xsham Izabella. Mayda taramlik mana. Izabella deb yozilgan. Bular hammasi Izabella. Mana bir chekada. Mana Agat Opal deyilyapti. Agat Opal. Ko'rinyapti? Agat Opal. Mana bu yerda Agat Opal deydi. Taram qora seri kelgan. Mana Agat Opal. Taramni ko'ryapsizlar, e'tibor beringlar. Mana Agat Opal желтый интенсив. Mana Agat Opal shimeli. Mana Agat Opal Blanco deyapti, oqi. Agat Opalni oqi. Agat Opalni intensivi. Mana intensiv deyapti. Intensiv. Mana bu qora opallar mana. Nero opal. Mana Nero opal. Mana do'stlar, Nero opal deyilyapti. Qora opallar. Mana черно-желтый опал. Черно-желтый опал. Mana bu Nero opallar, qora opallar mana. Ko'rayotgan bo'lsa, mana qora opal. Endi birontasi bunchalik jon, nega sen bunchalik jon kuydiryapsan degan savol berib qolsa, men o'zbek zabon insonlar bu narsani tushunish kerak. Qo'ldan kelganicha mana shu kitob bo'yicha hamma yoq aytilinib ketilyapti. Har bir narsani o'zini xos ismi bilan atash, tushunish, bilish, o'rganish. Hozir bu narsani shu O'rta Osiyoda hamma o'zbek tushunib olsa, bozorga chiqib qush olib, qush sotishda odam qiynalmaydi. Sababi qaysini qo'shib chiqarishni biladi. Mana gap o'z isbotida. Bu yerda mana holat Agat Cobalt deyilyapti. Sariq mozaika deyilyapti. Mana Agat Cobalt sariq mozaika mana. Mana bu pepelni, shiferni emas bu qush. Mana yaxshi e'tibor bersanglar. Mana Agat Cobalt mashina. Agat Cobalt. Mana mayada mana Bruno Cobalt. Mana Bruno Cobalt. Brun Cobalt deyilyapti. Mana Nero Cobalt deyilyapti. Mozaikasi. Cobaltni mozaikasi. Nari modasi. Bugun mana moda qo'ydimi, ko'rdinglar. Chiroyli moda deb. Mana shunaqa moda hamma yo'q. Ana shu modani полный совпадать qiladi mana. Cobalt, qora cobalt. Krasный mozaik. Mana. Mana Nero Cobalt. Rojo deyapti, intensiv. Mana
intensiv. Черный, красный, интенсив, кобальт. Mana кобальт. Черный, желтый, интенсив deyapti. Mana agat, kobalt, rosso, mozaika. Hammasini o'zini ismlari bilan borini bordek aytish kerak mana. Bu yerda mana agat onyx deyapti. Agat onyx. Rosso mozaika. Mana onyx parda chekasi oq. Onyx, agat kobalt emas, bu onyx hisoblanadi. Mana onyx. Mana onyx, kobalt emas. Yozuv ko'rinyapti, onyx deb. Mana Bruno onyx. Bruno onyx mana onyxlar. Mana. Bruno onyx. Güzeldi. Xudo xolasa chiqyapti shunaqa cho'jalar. Mana. Bruno onyx. Ko'ryapsizlar? Brunoni agat apalma urganman. Ikkita cho'ja chiqyapti. Tulab olsin ko'rsataman. Mana. Bruno. Blanco deyapti. Bruno'ni oqi. Mana oq. Kayfdi. Просто kayf mana. Bruno'ni oq. Ko'rib maza qiladi odam. Просто maza qiladi. Mana. Agatlar. Желтыйsi, mana agat, krasniy shular krasniy derivaga aylanib qo'ygan qushlar. Mana shular hammasi krasniy deriva deyiladi. Bular agat, mana agat. Yummo, rojo intensiv deyapti. Mana agat, yummo, rojo intensiv. Agat. Mozaika. Mana Bruno topaz. Krasniy mozaika. Bruno topaz, krasniy mozaika. Ko'rinayotgan bo'lsa. Mana. Mana Nero topaz. Желтый mozaika. Topazlar. Topaz. Xudo xolasa bitta chiqqan mashinadan. Tarami yo'q, satinit deyapman. Shunaqa chiqqan jo'jalar. Agat topaz bilan agat beliyni qo'shib Isabella Belli chiqqan cho'ja. Uni ham ko'rsatdim. Isabella Belli chiqqan. Mana agatni go'zali. Agatni mana bu tumshug'i oq, tindagi oq. Bu agat, krasniy deriva bo'la olmaydi bu qush. Bu qush agat deb aytiladi. Mana agat topaz. Mana shunaqa topazga agat beliyni qo'shganman. Isabella Belli chiqqan. Isabella Belli. Bu Isabella Belliga tarami yo'qni qo'shamiz. Mana satinetlar. Mana satinet krasniy mozaika. Taramga e'tibor beringlar. Mana taramga. Qushni holati, orqadan ko'rinish. Просто go'zal. Mana satinetlar. Isabella желтыйlar. Güzel mana. Taram aks liniyasi ko'rinyapti. Mana aks liniyasi jigaring. Mana managa chiqqan Isabella Belli mana. Mana shu Isabella Belli bo'ladi. Isabella Blanco.
ikkinchi partiyaga yotdi. Mana feolar yani. Feolar. Mana Izabellalar hali ochgan joylarimiz mana. Mana ko'rsatgan joylar. Mana shu yerda ko'ryapsizlar. Apal chorniylar, nero apallar. Mana shu yerda ko'ringlar mana. Mana u nero apal. Mana желтый mozaika deyapti. Bundan chiqqan cho'jalarni ko'rsataman. Qoralar vahshiy qiyomat chiqqan. Zo'r bo'lib. Endi mana shunday qarasa mana buni ko'ringlar. Endi bu nima deyapti? Bu burun. Opal красный mozaika deyapti. Bruno opal красный mozaika. Qanday go'zal bu olam. Ko'ryaptim. Mana onisi qora opal bo'lyapti. Желтый mononisi уже сразу Brunoga aylanyapti. Mana bu yerda maza qilish kerak bo'lgan joy. Bahodir aka olib kelib sotdi bittani. Bahodir aka Turkiyadan Yevropaniki kelgan. Bitta keldi nar. Mana burun opal, taramlari qalin. Zo'r olib keldi, желтый. Mana. Уже bu agat opal. Seri krivalar. Окисление. Mana tomchilar. Mana seri krivalar. Endi buni ko'rsatganimdan maqsad, aytayotganimdan maqsad biz har bir qushni o'z atamasini tan olishimiz kerak. O'zimizdan o'zimiz asha hali aytib o'tganimdek Tolik, Anton degan ismlarga ko'mib olishimiz kerak emas. Izabella mana. Asalari ham Izabella, taramlari ham yo'q. Mana shunaqa chiqadi nar, xudo xolisi ko'rsataman. Shu beliga uraman ekan. Bay chiqadi. Bizda hali Otakul degan bloger bor. Pay deb chiqadi. Mana agatlar. Mana agatlar. Mana. Nero pastel deyapti. Nero pastel. Rus mozaika deyapti. Qora pastel deyapti. Mana. Agat. Mana Bruno opallar. Bruno opal. Taramni qaranglar, taram bu mana shu parda o'rganishni yevarish kerak, parda o'rganishda. Patni ushlab qushni bozoriga chiqib, mana shu Qoraqamishga yaqin yerdagi odamlar chiqib patni yevarish kerak o'rganishda. Mana Izabella. Желтый mozaik. Izabella. Mana Izabella. Bahodir akani do'koni bor. Bahodir akani do'konining yonida Davronbek degan bilan Jasurbek degan bola savdo qiladi. Ikkovi ham mendan katta bo'lsa kerak. Davronbek kichikroq, Jasurbek katta. Mana Izabella, Chubatisi bor. Shulardan bola oldim. 4 ta bola oldim. 2 ta Chubati, 2 ta Gladki inshaalloh. Yana bitta bor Chubati, 3 ta Chubati ekan. Xudo xolisi kelajakda ko'rsatamiz. Moda bor mana shunaqa. Rasa tulayapti. Qip qizil bo'lib tulasin. Ko'rsataman. Mana. Bu shifrni emas. Bu qush pepil deyilmaydi. Bu qushni o'z atini aytinglar. Mana. Agat ko'ryapsizlar? Mana. Krasniy derevo emas bu. Agat krasniy intensiv. Mana. Agat krasniy intensiv. Biz qachon bularni atlarini to'liq bilganimizda уже bir natijaga erishayotgan bo'lamiz. Krasniy derevo desak, bu pajezin krasniy derevo bo'lib yuraveradi. Lekin qush aytadi, meni o'zi asli ismim
Tohirjon edi, sizlar meni To'lik qilib oldinglar deydi. Men o'zi Agat edim, meni Krasnoderova qilib oldinglar deydi. Tohirjon akalardan uzr so'rayman endi, haqiqat. Boshida aytganimdek, haqiqat. Mana Brunoda asalarilar. Mana Blanco deyapti, oq. Bu qushlarni qo'lingga ushlab boqsang maza qilasan. Ana endi senga olam gul. Mana qoralar. Mana cho'rni belilar. Mana cho'rni belilar. Bular kobalt emas. Bular oddiy cho'rni beli. Mana Nero, Blanco, cho'rni beli. Mana mashhur krasniy derevalar. Mana krasniy dereva deb nomlanib qo'ygan qushlar. Cho'rni, Nero, Rosso, Rogo, Intensiv. Nero, Rogo, Intensiv deyapman. Ko'ryapsizlar? Kobalt emas. Bu Agat emas, oyoq qora, tumshuq qora, ko'z atrof shularga kobalt urish kerak. Bular klassический parlar, kobaltlar уже mutatsionniy parlar. Mana o'sha men kutgan kunlar deydi. Mana cho'rni krasniy mozaikalar. Mana cho'rni желтыйlar. Mozaikalar. Mana mozaikalar. Mana mozaikalar. Xudo xolasa chiqyapti. Ranglar olishyapti. Sekin natijalar ko'ramiz. Ana. Bu yoqda mana lixoprom, hali boshida lixoprom deb o'rganman, lekin lixopromlari ham bor ekan mana. Mana. Endi bu yerda Turkiyaning kitobini olib, bu yerda ham ko'rsatamiz. Sababi bitta kitob deyilmasda, mana oxiridan ochamiz. Mana mozaikalarda standartlari tip 2, tip 1. Mana standart qushni общий standarti mana. Ko'rinyapti? Mana standart qanchalik bo'lishi kerak. Millimetrlar to'shti managasiga 3,5 sm. Mana. Bitta tizzadan tirsakkacha deydimi? Nima deydi mana? 1,5 sm deyaptimi? 1,5 sm mana. Dum 4,5 sm. Qanot boshlanishidan bu yog'i mana 7 bo'lyapti. Kalla 2 9 9,5 14 sm bo'lyapti. Qushni standarti 14 sm. Peshanaman nimani oldi? 9 mm bo'lyapti. Peshanaman ko'zlik tumshuq 8 mm. Mana hamma yo'q yozilgan. Mana holatlar standart. Shu ham Yevropaning standarti, Turkiyaniki emas. Mana ajab to'g'ri qushlar. Magnum. Amerika Magnum. Oq ko'ryapsizlar, Magnum. Shular dardidamanda. Shunaqa narsalar chiqarish dardidamanda. Lekin yo'q, bir dona urug'likka oluvdim. O'zimni xatoyimman. Jalolobodda, Qirg'izistonda o'lib qoldim. Suvni qo'yibman, idishini qattiq probkasini bostirib qo'yibman, Toshkentga ketaveribman, kelsam qush och, chanqab qolibdi kechga. Ash kuni, imminni ash kuni Baxtiyor aka aytgani Toshkentda qush chanqab qolgan paytda qushga sirazi to'ydirib suv ichilmaydi. Jitcha ichilish kerak deb aytdi, Toshkentda aytdi. Uyga kelib panikaga tushdi. Shunday nimani suvni yangilab qo'yibman, qush to'yib ichdi, etdan o'lib qoldi. Chanqaganda qushga to'ydirib suv berib bo'lmaydi. Qush bilan otni nimasi bir xil ekan. Otda ham xuddi shunaqa. Otga ham chanqaganda to'ydirib suv berib qo'ysa, oyog'iga suv tushib qoladi. Dunyo tark etadi ot.
Mana o'shalar. Magnolar. O'sha Onyxdan Magno yuritilyapti. Taramlar kengi Magno deb nomlanyapti. Mana Agat Jaspi. Bundan bir jup bor edi, men ikkita modasidan ham bitta bola oldim, naridan ham ekoni ham bo'lib turib, bundan chiqardik. Ham turishdi. Chiqardik endi bulardan yayamiz xudo xolasa. Seriyaga ham uramiz, boshqasiga ham uramiz. Jaspilarni chiqaramiz. Mana Agat Cobalt. Do'stim, Pepelni degan do'stim, qanisiz? Mana bu yerda Agat Cobalt deyapti. Bu qush Pepelni bo'lmaydi. Endi mana mayagida Agat Cobalt Intensive deyapti. Mana bu yerda mo taram mayda chachilingan. Mana shu yerda bitta narsa ko'rsatay hozir. Mashinaga e'tibor qaratib turinglar. Fakt. Chek endi jonivor, chek qanisan? Mana do'stlar, monoparda titilingani kam. Mana bu yerda titilingani kam. Mana ko'ryapsizlar? Mana bu yerdagi mayda mana to'shta atrofidagilari titilgan. Buni ko'ryapsizlar? Qanaqa tushgan? Bu isori qo'y bilan arashan qo'ydi juni ikki xil bo'ladi-yu, xuddi shunaqa. Isori qo'ydiki tikanlik bo'ladi juni. Echkinikiga o'xshab. Arashandiki jichcha mayin bo'ladi. Arashan. Bizda chiqyapti-yu Qirg'izistonda mana. Ko'ryapsizlarmi? Asha ham mutatsiya bo'lib qo'ygan-da. Arashan mana. Farq. Bu yerda nima deyapti? Bruno Opal deyapti. Bu yerda Agat Cobalt deyapti. Farqi, pardagi farq. Mana hozir endi bu yerda Cobalt Intensive turibdi, mana ko'rinyapti. Cobalt Intensive. Agat Cobalt Intensive deyapti. Agat deyapti. E'tibor berib turinglar. Hozir men sizlarga Agatning Intensivini ko'rsataman. Mana o'sha biz kutgan davrlar deydi. Mana do'stlar, ko'rinyaptimi? Mana bu Agat Cobalt bo'lyapti, bu Agat Intensive bo'lyapti, prosta Intensive. Farqi mana. Buni pari qanaqa kelgan? Mayda tilangan, buniki qanaqa kelgan? Taglari mana hamma yo'lni ko'ra olasizlar. Shuning uchun iloji boricha parda o'rganish kerak-da, parda. Par baqqandan keyin bu parda o'rganish kerak. 2012-yili chiqqan o'sha. 2012-yilgi выпускasi ekan bu. Mana ular желтый deb yozilyapti-da. Mana sari. Bizda shu qushlar zеленый bo'lib qolgan. Bu qushlarni zеленый deb nomlaydi. Asha aytdimi? Sayuspa aytdi. Zеленый deb aytish bergan. Sodirjonni Sanya qilib qo'ygan-u. Buni ham sari deb желтый qilib qo'ygan-da. Mana u, mana Cobalt оттенка tagi. Qushni qonini bitta ontargan elarda Cobaltligi qanaqa bo'ladi? Endi klassika par mana. O'zgarilmagan degani klassika. Bu o'zi o'zgarilgani. Ya'ni bu o'zgarilgan. O'zgartirilgan bular mutatsiya deyiladi. Monolar klassika deyiladi mana. Bruno qahvanar Cobalt deyilyapti. Mana qahvarang Cobalt. Bruno Cobaltlar 2010-yil chiqqan. Mana Cobaltlar. Shu narigi kitobdagi bu ham bu o'sha Turkiyaning o'zining katalogi. Mana 2011-yil. Siyah Cobalt qirmizi mana. Modasi. Mana bu modasi Cobalt. Siyah Cobalt. Beyaz deyapti. Chorniy belый ekan mana.
Mana do'stlar, qisqacha shunaqa. Endi iloji boricha pepel, shifer, zelyoniy, yana bir narsalar deganda bu уже tili qatib qolmagan, yangi qushga qiziqayotgan bolalar uchun. Endi haligi sayuzni nonini yeganmiz, sayuzni yog'ini yeganmiz degan odamlarga iloji yo'q. Mercedesda aylanib, katasa qilib, Mercedesga Dubayda ketgan odamni qaytib kelib Jiguli baribir zo'rta deydi. Ana shuning uchun yosh kattalardan xafa bo'lmasdan to'g'ri tushunib o'yinlar. Bu insonlar o'sha narsani ko'rishib kattaygan. Har bir odam o'z davrining qahramoni deydi. Mana agatlar. Agat topaz. Mana shu iminni topaz nariga agat belga qo'shib Isabella Bella chiqdi. Bular hammasi bir-biri bilan qorishib ketgan qashamalasha. Buni tozasini baqaman degan odam men sizga hozir ko'rsataman. Tozasi bo'lsa, o Kanariya ostrovida chimchiqqa o'xshaganda bir narsa Kanariyaning tozasi. Bularni hammasini odam mehnat qilib shu darajaga olib kelgan. Biologически bularda изменение katta bo'lgan. Qanday go'zalsan sen Isabella. Mana Isabella Shimi. Agat opal deyapti. Cho'jalar ko'rsam mana 6 ta chiqqan bor-ku. 6 ta chiqqan. Otasi Agat Belli, onasi Opal. Shularni cho'jalari kayt beryapti hozir. 3 tasini boshqa qush ochib chiqqan, 3 tasini o'zi onasi ochib chiqqan. Mana nima deyapti deydi-yu. Qahva rang Opal. Nima deyapti bu? Beyaz, qahva rang Opal beyaz deyapti. Bruno Opal Belli deyapti. Черный белый. Sivri krilalar. Jasperlarda ranglari boshqacha bo'ladi. Ko'pchilik maytdagi randisiga qarab Jasper deb qo'yadi. Qushda yo'q, u unga qaralmaydi Jasper. Jasperda qaraladigan joylari bor. Mana shundan ham ikkita chiqyapti asalarilardan. Qip-qizil bo'lib mana. Qahva rang. Bular ham o'zgartirilganda turklar ham mana iminda Brunolarni qahva rang deb nomlab qo'ygan. Bitta mashinga qahva rang deb nom berishgan. O'zi Bruno. U Turkiyada burun deb qo'yiladi. Burun deb gapiradi. Mana, lekin o'zlarining ichida kitobiga qahva rang deb qo'yibdi nimagadir. O'zi asli Bruno ular. Endi do'stlar, o'sha gap. Iloji boricha o'zini nomini nomlagan yaxshi. Bu yerda yo'q ekan. Mana kobaltlar. Ko'rinishi, kobalt ko'rinishlari. Ular hech qaysinisi kobalt emas ekan. Ko'rinishi kobalt. Ko'rsang kobalt deysan. Siyah beyaz ranglar deyapti. Mana. Черный белый. Bu mozaika tip 2 deyapti. Желтый mana intensiv shunaqalar. Atak o'zlari kobaltlar ekan. Mutatsiya mana Rubino ko'zi qizil, Rubino, Lutino, mana Lutino sariq ko'zi qizil. Albinos, mana Albinos dominant deyapti. Albinos dominant. Bu o'zi albinos retsessiv bo'ladigan. Shunaqa do'stlarim, aka-ukalar, yangi qushga qiziqqanlar, mana go'zallik olami degandek, mana qo'ldan kelganicha sizlar bilan fikr mulohazalarni bo'lishdik. Hamma narsani
o'z atamasi bilan ataganimiz yaxshi. Tinchlikda, salomatchilikda ko'rish nasib qilsin. Kimgadir nimadir qiziq bo'lib qolsa aytasizlar. Yana kitob varaqlab qo'yamiz sizlar uchun.